O'zini hurmat qilgan har bir erkak bu videoni o'tkazib yuborsin, chunki bugun ayollar bilan suhbat quraman. Qizlar, oxirgi marta qachon intim parvarish vosita xarid qilganinglarni esla olasizlarmi? Har birimiz yuzimizga eng sifatli kremlarni, eng sifatli kosmetologik muolajalarni olgimiz keladi-yu, lekin intim parvarishga kelganda yoki uyalamiz yoki bu joy parvarish talab emas deb o'ylaymiz. Lekin aslida intim zona ayollarning eng nozik joyi hisoblanadi. U yerga juda ham ehtiyotkorlik bilan parvarish vositalarini doimiy ravishda ishlatish sizni o'zingizga, kelajagingizga manfaatli bo'ladi. 4 yildan beri opa-singillarimizni yuzidagi muammolarga yechim topib, shu bo'yicha Koreyada bakalavrda aynan medical cosmetology o'qiyotgan bo'lsam, juda ham ko'p opa-singillarimiz menga ishonch bildirib, Nilufar, uyatli bo'lsa ham sizdan aynan shu mavzuda maslahat olmoqchiman. Tug'ruqdan keyin o'zimda diskomfort his qilishni boshladim. Turmush o'rtog'im ham bu diskomfortni his qilyapti. Qanaqa mahsulotlar bor Koreyada? Ishonchli, iltimos. Sizga ishonganim uchun sizga yozyapman. Shu bo'yicha menga maslahatlar bering deb juda ham ko'p opa-singillar yozishdi. Iltimos va so'rovlardan keyin universitetdagi professorlarimdan maslahatlashdim. Internetdagi har bitta brendni chuqur o'rganishni boshladim va aynan intim parvarish bo'yicha eng yaxshi brendlarda ofitsial saytlardan qimmat narxga sotib olib ishlatishni boshladim. Ya'ni test qildim. Va menga eng yoqqani Janasel bo'ldi. Keyin esa buni direktor bilan bog'lanishga harakat qildim. Bog'landim va miting uyushtirdim. Bordim, professorlarni chaqirtirishdi, gaplashdik, buni tarkiblarini chuqur o'rgandim. Nimalar ishlatilgan, qanaqa sertifikatlari bor, Sog'liqni saqlash vazirligidan o'tkazilganmi? Hammasini ko'rib, amin bo'lganimdan keyin, ishlab chiqaruvchi zavodlarini ko'rganimdan keyin, bu brendni nimaga o'zbek ayollarimiz bilmasligi kerak va ishlatmasliklari kerak degan fikrga kelib, distributsiyasidan imzoladim.